Salom do'stlar va aziz tomoshabinlar, Betakror.uz YouTube kanalidan sizlar uchun yangi videorolik. Bu videorolik orqali Telegramda ovozli qo'ng'iroq qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Kuni kecha butun dunyo bo'ylab ovozli qo'ng'iroq tizimi o'rnatildi Telegramda, lekin bu avtomatik Telegramda paydo bo'lmayapti. Buning uchun bir kishini funksiyalarni bajarish kerak ekan. Marhamat, videorolikimizni tomosha qiling va bu funksiyalarni bilib oling. Shu o'rinda tez orada biz Telegramda buzib kirib, perispiskalarni o'qish haqida, ya'ni audio hamma narsasini Telegram ko'rish haqida video rolik chiqaramiz. Uning uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etishingiz kerak. Telegramda audio tizimi va ovozli funksiyani paydo qilish uchun ikkita ishni bajarish kerak bo'ladi. Bu birinchi ish, telefoningizdan Play Market kirib, Telegram deb qidiruv yozib, Telegramingizni обновить qilasiz. Mana bu yerda открыть tonida sizda обновить so'raydi. Обновить deb bosganingizdan so'ng u yerda 3.18 versiyada обновить qiladi. Undan so'ng ikkinchi qiladigan ishlaring bu Betakror.uz kanaliga obuna bo'lib, Telegram nomerimizni topish. Eslatib o'tamiz. Play Market kirib обновить qilganingizdan so'ng sizlarda ovozli qo'ng'iroq funksiyasi paydo bo'lmaydi. Buning uchun bizga aloqaga, ya'ni biz bilan Telegram orqali aloqaga kirishingiz kerak bo'ladi. Xuddi hozir videoning oxirida ko'rsatib o'taman, qanday qilib biz bilan aloqaga kirib Telegram nomerini topishdi. Biz sizlarga o'rnatib beramiz. Bizga shunchaki salom yoki audio funksiyani o'rnatib yuboring desalaring, biz siz nomeringizni shunday funksiyasini o'rnatib beramiz. Shu ikkita ish orqali audio funksiyani paydo qilish mumkin. Betakror.uz kanaliga obuna bo'lib, Telegram nomeringizni topish uchun esa mana bunday qilishingiz kerak bo'ladi. Bugun videoyingizni tepasida Betakror.uz YouTube kanalimizga obuna bo'lish uchun silkaga kirib, podpisatsiya tugmasini bosing va shunday qiziqarli kerakli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Silka va ko'k rangdagi adresni ko'rasiz. O'shani bosasiz va YouTube kanalimizga o'tasiz shu orqali. Bu videoni boshqa rolikdan qo'yib beryapman, ko'rsatib beryapman. Sizlarda bu yerda albatta hozir ko'rayotgan videoyingiz bo'ladi va o'sha kartinka bo'ladi Telegramdan qo'ng'iroq qilish haqida. Va bu yerda o'tganingizda detalizatsiya Yusel Zvanki nomer ismlarini tekshirish o'rnida Telegramdan audio qo'ng'iroq qilish degan yozuv bo'ladi. Va uni pastrog'ida mana Betakror.uzdan so'ng qizil yozuvdagi podpisatsiya tugmasini ko'rib turibsiz. Shu tugmasini bosasiz va sizda podpiska оформление bo'ladi. Undan so'ng bu yerda mana tepadagi strelkani ko'rib turibsiz. O'shani bossangiz, qiziqarli va kerakli degan yozuvning o'rnida bizga Telegram nomerimiz yoki bo'lmasa Telegram pastrog'ida Telegram silkamiz bor. Xohlasangiz Telegram silka orqali bizga bog'lanishingiz mumkin, xohlasangiz Telegram nomerimizni saqlanib qilib bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, agar bir narsani shu yerda yana bir ishni ko'rsatib o'taman. Agar bu shu hozir ko'rsatgan yo'lim orqali bizga bog'lana olmasangiz, Telegram nomeringizni topa olmasangiz, bo'ldi Odnoklassnikdan chiqib YouTube programmangizga o'tasiz. YouTube programmangizga o'tib, bu yerda qidiruv bo'limiga Betakror.uz deb yozsangiz, biz Betakror.uz kanalimiz chiqadi va u yerga kirib podpiska qilasiz. Podpiska oформление bo'ladi keyin va yonida videolarga o'tsangiz, har xil videolar bor, ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Bu yerda O'zbekistonga paynet qilish haqida, Yusel nomerlaridagi SMSlarni va telefon qilingan nomerlarni tekshirish haqida, qayerdan qo'ng'iroq bo'layotgani haqida har xil videolar bor. O'zingizga kerakligini xohlasangiz tomosha qilishingiz mumkin. Va любой tomosha qilgan videoyingiz oxirida pastda kommentariy bor. Stavit kommentariy joyiga nomeringizni qoldirsangiz, biz nomeringizni ham qilib sizga Telegramingizda audio funksiyasini o'rnatib beramiz. Yo bo'lmasa, o'sha mana shu Telegram audio qo'ng'iroq videosi ham turgan bo'ladi. O'sha yerga kirsangiz, biz nomerimiz ham bo'ladi. Boshqa videolarda nomer yo'q, faqat shunga qo'yilgan. Shuning uchun boshqa videolarga kommentariy qoldiring. Bunda nomerimizni saqlanib qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin bo'ladi. Agar video roligimiz yoqqan bo'lsa, klass tugmachasini bosing. Biz bilan bo'lishda davom eting, bizni kuzatib borishda davom eting. Sizlar uchun yangi va qiziqarli kerakli video roliklarni tayyorlashdan charchamaymiz. Doim sog' bo'ling sizlar.